Yaxshimisiz do'stlar, men sizlarning 100 tuvan qijiljan do'stlaringiz bayon. Bugun sizlarga so'zlaydigan hikoyamiz bo'lsa, qiynatisining yeniga mol topshirishga berib, jon topshirayotgan oz qolgan danchun yigitning hikoyasi. Hikoyamizning bosh personaji Shamil Shokolad jiroq yaqinqi dangliq shangchi bo'lib, qizlarning maslakchini tortish jarayonida bir hammadan bovshov kiyinib olgan bir oppoq qiz Layliga ko'z tushib qoladi. Layli Shamilning qora rangli yo'g'on apparatini ko'rib, Shamilni yaxshi ko'rib qoladi. Yo, jinim, narimni yaxshi ko'rib, men bilan to'y qilmoqchi bo'lgayding sen. Jinim, men sening mush kasbingga amroq, kelgusi parlaq, shishangchi degancha jiq tepib tez o'ladigan, yaxshi gullanadigan kasb emasmi? So, uyingdagilar qo'shilarmi? Ansirma jinim, arshuv mashina xaridaj qilib xush olsin-a. Laylining sadda ham sabiy so'zlari Shamilni qattiq ta'sirlantirdi. Atsi ular birga yo'lga chiqdi. Shamil o'zining otam ko'migan, onam ko'migan bir yerga ketib borganligini his qilib, og'inamga bo'lsa-mu deb qo'yayjimi, deb o'zidan ozroq oq bo'lgan shaharlik og'inisi Komilga telefon qildi. Yo, what's up, adash? Men to'y qiladigan bo'lib qoldim. Yo, kim bilan? Layli bilan. Layli? Birat telefonni. Yo, xon, bak shoshqon. Komil bilan yurib, Shamil bilan to'y qilganmikan? Layli kim asa mayli bo'lib ketdingizdan-a? Bir nimaga hesabma biz? Voy, amisi sizmi keling-a? Avliyo bo'lib ketmayli. Dadam biringlarni tanlab olsin. Yo, adash, to'y deganni-chi, yaxshi o'ylashchimi? Xotin deganni chaqmoq sip oladigan narsa. Shamil Komilning gapiga pisand qilmayli telefonni qo'yib yutadi. Ular oxiri cho'nglarning uyiga yetib keladi. Laylining jamoatidagilar bir tog'liq jilg'ining ichida turadigan boy kishilardan bo'lib, Layli ularning birdan-bir orzuliq qizi edi. "Voy qizim, bir yigit kaynimda kuyib pishib yurdi degandan, bunchalik kuyib ketganini bilmabdim-a? Elimi yo'l yaxshi kesh qolmabsizda, bo'lmasa sen yolg'izga o'xshaydi deb qolibdim-ki." Hey bola, nima kasb qilasiz? Yo, men operatsiya edi. Shangchidara. Shangongdingni tishingga bekitib oldingmi nima? Shangchilik qilg'ichi gavsuda vijon tassam olmamda. Akaraming yaxshida, ha? Ya tapqan puling oyog'im yig'ilib ketib baramda ya. Hey dada. Yo, chaqchaqib qo'ydi. Menga shangchiga amroq. Apang bilan ishkimizning to'yini tatgan shangchi to'y deymizda teqib bermadi-chu. Ishkinglarnikini qo'shib bir xil chiqarib olaymi-ki deyman-ku. Yo, qiynatda, men shangchi emas, fotograf. Qizimning to'yini sen tatib qo'yamsan? Bo'ldiqlar dada. Shamil, sizga deyishni unutib qopdimi? Biz Almiras doktor jamoati. Dadam tug'ut doktori, opam nerv kasalliklar doktori. Qanda, xotinim seni davolab qo'ysinmi? Shangchi. Hey dadisi, mabani aylantirib keling-a. Biz qizlarning parangini qilib olaylik. Laylining dadisi Shamilni ilib o'zining o'yli oramlarini ko'rsatib chiqdi. Hamda o'zining qanchalik jafoda egilik tiklab, dadisining mirosiga erishganligini so'zlab berdi. Bu jarayonda Shamil bu yerda chiroyi tortishib qolgan qarxotin bilan ishtini tortishib qolgan qarvoy dabiyizini ko'rib hayron bo'ladi. Laylining dadisi bo'lsa tushundirib, ularning uzun yildan yog'i bu yerda ishlayotganligi hamda o'z bilan bir oila kishilardek o'tadiganligini aytdi. O'g'lim, badan sapoying xili yaxshida qilib turdi, ha? Anda-munda chiniqib qo'yamsa qanda? Albatta, Layli ishkimiz doim birga chiniqimiz. U qo'sa qatlaydi, men yer beg'irlayman. Esil yangzangva. Menmi yosh vaqtimda mushunda qo'shkichlik chiniqatdim. Qo'saqmi oshqandi, bolam. Qinanan san o'qishdi, bir vaymaydiyanlik qilib bersinmi? Yo'sha qinata. Chawmifindin birni, vila. Zada hozirgi bolalar chosh. Parnikning bolasida. Yegandan keyin mundaq bir bovla yemamsa. Shunda qilib, tomoq yeydigan vaqtmi yetib keladi. Vangbadin bovuya qilib qaytib kelgan Laylining bu maschiray inisi uyi kirmayli ko'tildashga boshlaydi. Yo, ukom, sen nima ish qilsa? Men kunda saybozorga berib, chayizxonga ilib, do'yindagi qizlarga to'p va pash taqdim qara. Rivoyatlardagi o'zini boshqarolmay to'rga chiqib haqni boshqaradigan vijdon sho'liga degan senmiting? Voy, bu inimcha to'rda qiz bola bo'lsa, ostiga piyin chizib tillaverdi. Yo, senmi tema qarab tillaydigansan? Yo'q, mencho Gwenju Denzan Finshan qilib turib tillaverdigandin. Yo, ma'qullig'ing faqat qomlashmabdi. Zodicha, bizda mushundaq odam yaratmaydiganlar jiq. Vomma, yo'gi sho'xa niga. Nim deymiz hamda. Wo zijida pigu bushixwan, woda pigu wo bushixwan. Jo'shchigan sho'xa degina. San do'ying foyda qilibdi-jumi? So'rindagi ko'ngilsizlik Shamilning ko'nglini bir qisman qilib qo'ydi. Layli Shamilning ko'nglini yasash uchun bo'ldi qiling jinim. Ularni o'ylamang, biz ikkimiz birlikda oxirgi qarang orlaqsa nima chiqadiganligini tajriba qilib boqaylik deb asta orom oladi. Yerim kechida tuyuqsiz qop ketgan Shamil
talog'i chiqib ziyondan birini sho'ray deb turishiga oila bag'una qarvay dabiza xuddi pavdu qilayotgandek yugurib kelib bir shan qilibli o'tib ketadi. Buningdan hayron qolgan Shomil kayniga qarab darizdagi chechimni yub yataymi yumay yataymi deb ikkilanayotgan qarg'otinni ko'rib qoladi. Buningdan benormallikni his qilgan Shomil uyiga asta qaytib kirdi hamda qiynapsini uchirtib qoladi. Hey kuyog'il balam, ikkinglar aralashqanimi 3 oy bo'lib qapti. Buda qayda to'yinglarni qilib etsak, bir oygacha men bir navirlik bo'lib qolsam, baxt ustiga baxt qo'shgandek ish bo'ladi-da. Oh yo'q, qinana. Men qiyotamdim yo siz ezyotamsiz. Men kitobni jiq o'qimagan jumo, meni oldimang. Vay balam, men kitobni jiq o'qigan. Uzun yillik nervi kasalliklar doktori. Ni saranglarni o'nglab etganman. Qarsam ziyon chekadigansiz, gipnoz qilib beray, sizga foyda qilib qolar. Yo'q, ada. Gipnozlarga ishonmayman-da. Siz to'la kitob o'qigan qiyofatga kirvanmang. Haqiqiy kitob o'qigan odamning ko'zichi mana mendek bo'ladi. Gapini tugatgan Shomil tuyuqsiz o'zini yo'qotib qo'ydi. Hamda atsi o'zining karvatidan uyg'ondi. Atsi Laylining 70 pushta hammasi to'yning maslatini pishog'ili keladi. G'alati yeri shuki, ko'pchilik Shomilning kasbiga ko'ngil bo'lmay, balki uning badan sabosiga ko'ngil bo'ladi. To'y yigit mushuma? Men tek to'yga kelgan kalabiki debdimi? To'rikdek yigitdan birini tepdi-ku. Shuni deme. Va nimda qara ham yo'g'on turuk bu. Shomil bu gaplarga ancha pisand qilib ketmadi. To'satdan so'rinda Shomil o'ziga o'xshash bir rangdagi cho'gay chiroy bir bolni uchirtib qoladi. Hamda uning bilan bir shito silishidi. Shito silib quttirayotgan Shomil, "Sen yomon chidamaskensa, sening rasmingni tortib men to'rga chiqarib o'taman" deb Shangongdingni o'chamayli rasmga tortdi. Bu ahvoldan tuyuqsiz o'zgarib qolgan bu avoq yigit Shomilga qarab qattiq vaqiraydi. Sen meyyenni açtın mı? Meyyenni açtın mı? Şölen kıldın mı? Yuqlar ko'zimdan. Bundaq gaplarni qizlardan jiq anglab ko'nab ketgan Shomil ancha hayron qolmaydi. Lekin bu avoqning salohiyatidan gumonlanib, rasmni komilga tekshirib beqishga aytdi. Layli Shomilning ko'nglini yasash uchun ko'l bo'yiga ekdi. Lekin dal mushaqda jiroqdagi ravoq ostida bir ovozsiz kim ortiq faoliyati ilib berilyotdi. Bu yerda kim ortiq setilayotgani boshqa narsa emas, balki dal Shomilning o'zi edi. Kesh bo'lganda Shomil Komilning telefonini topshirib oldi. Hamda uning uchratgan u avoq yigiti asli izdiraksiz yo'qab ketgili xili bo'lgan ma'lumimizdagi restoranda naqshi aytadigan bola ekanligini deb berdi. Bu ishdan qattiq cho'chib ketgan Shomil Laylini ilib osta ketmoqchi bo'ldi. Layli bo'lsa, mayli kessak ketayli, talasoq tushung ishtimni kivalay deb ustiga chiqib ketdi. Bu chaqda Shomil bir ishkapning ichidan Laylining boshqa qartallik yigitlar bilan tushgan rasmini ko'rib qoldi. Bu Laylini men Ershomiki desam Bofil ekan-ku. Yo, what's up? Qatnash radio stansiyasimi? Yo, Bofi mashining boz qanday bo'yatdi hozir? Va yaxshimisiz? So'rab baqsam, Payjovs qayerdan olib ketdi? Yo, men bunda qarsam sapla Afrikaninkida qilib turdi-ku. Shalaqshib ketgan mashinadang-a? Nima Afrikaning? Yo, yurt kutqanlar bizni tezroq kelinglar deydi. Biz manga beraylik, manga. Yurtdoqlarni yig'ishtirib tuvanga tushgan Shomil bilan Laylining oldini Laylining uydagilar to'sib oladi. Bu yerdan qanday qutulishni bilmay qolgan Shomil Laylidan yordam so'raydi. Dal mushu vaqtda Layli o'zining haqiqiy qiyofatini oshkorlaydi. Hamda Laylining opsi Shomilni gipnoz orqali bo'ysundirib oldi. Uyqudan uyg'ongan Shomil oldidagi televizordan ishning haqiqiy ahvolini tushunib yetdi. Amaliyotda Laylining jamiyati mangu yashash uchun yangi bir texnik ijod qilgan bo'lib, o'lim girdoviga berib qolgan odamlarning ong sezgusini badan saposi yaxshi bo'lgan qartallik odamlarning jismiga ko'chirib, bu orqali mangu umr ko'rish murodiga yetalaydi. Rasmdagi u Laylining burunqi yigitlarining hammasi amaliyotda mushu tajribaning qurboni edi. Bu ahvolni tushunib yetgan Shomil qattiq cho'chib ketdi. Laylining fuksi Shomilni operatsiya xonaga akirmoqchi bo'ldi. Dal mushchaqda Shomil tuyuqsiz chachirab qopab, esil fukam kallanga bir mush deb uni yotqizib yetdi. Laylining dotsi o'g'lining yo'qab ketganligidan ajablanib, endi talog'i chiqishiga Shomil mol topshirishga akelgan buqini qiynatsiga bevos topshirib yetdi. Buni ko'rgan qiynapsi, "Rahmat bolam, meni tul qo'ydingiz, o'tiringa bir choy damlay" deb turishiga Shomil bir tepib jo'zni o'rib etib, "Qiynatam sizni bek saqlab ketmisin" deb qiynapsini yo'liga sep qo'ydi. Shomil ming tasdiqdek mashinani qo'zg'atib, bu yerdan qochib ketmoqchi bo'ldi. Lekin Layli, "Men sana cho'qim bugun bir pay tekkizib olaman" deb Shomilni bochko qilib etmoqchi bo'ldi. Jiroqdan yugurib kelgan qarvoy dabi
Fayza Şamilni yerga besib oladi. Şamil o'zining butun kuchini chiqarib, aka yomon fayz bossizga bir rasmga tortib qo'yay deb Yuan Shangji bilan tortib qo'ydi. O'zining suyan holtini ko'rgan Bag'van oxiri aqli o'shini topadi. Hamda Laylining qo'lidan qurolni ilib bir oilik ishlari bo'lgandan keyin ratlik yetinglar deb uni yo'lga sep qo'ydi. Mayyansiz yashaganimdan o'lginim afzal deb o'zini boshqa qilib oladi. Bu chaqda Şamilning agensi Kamil to'yning xizmatini qilgani kelgan bo'lib, bu ahvollarni ko'rib qattiq cho'chib ketadi. Yo adash, anlasam cho'nglarni ketib qopti deydi-ku. Yo, o'zim yo'lga sep qo'ydim. Yo adash, sen yiqibdimi bu yer? Oqirib qolgandek tursan-ku. Yo, ozga qila adash, qo'rqib tatirib ketdim. Yo adash, qali qo'yni so'ydingmi? Oltin zanjir qo'ydingmi? Qisa desam, unimay to'y qilganga to'ydingmi? Yo, skirt. Şamil oxiri bu qorong'u zulmatdan qochib qutuladi. Shuning bilan bu kinoimiz oxirlashdi. Bu kinodan shuni bilib olgani bo'ladiki, o'g'il bola bo'lgandan keyin qiynanangning uyiga quruq qul borma.